Voy, Mirabad Avenu-ku. Bu yerda yashamaydigan odam ham bu yerda qimmatligini biladi. Bu yerda kimlar yashar ekan? Yuring birga kirib ko'ramiz. Voy, ana uy egalari kelishdi. Keling, Mirabad Avenu-dagi xonadoningizni bitta ko'rib olasizmi deyman. Bitta like bosib qo'ying. Mana qarang, bilasiz, Toshkentdagi eng top, eng premium lokatsiyalardan bittasi Mirabad Avenu hisoblanadi. Tayyor remont texnikasi bilan xonadonni bosib olsangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib, mana bu balkondan chiqib, bitta tashqariga qarang. Voydod, mana shu yerdachi bola chaqalaringiz bemalol, bexavotir o'ynab yuradi. Bu eng qizig'i mana shu devor ikkinchi etajda ekan. Mana qarang atmosferani. Bu yoqda balkon, bundoq kirsak, kuxnyani ham такой yorvoshgana studiyni. Mana bular italyanskiymi, materialdan qilingan toshlangan. Texnikalar hammasi bo'shdan ekan. Hamma narsa tayyor. Shunchaki kiyimingiz bilan, chochig'ingiz bilan kelib yashayverasiz. Bu yoqda takoy hol desak ham bo'ladi, zal desak ham bo'ladi. Umumiy ikki xona. Hamma narsa tayyordi. Bu yoqda takoy spalnichingiz ham hamma mebel texnikalari bilan. Bu yoqda mana oynadan panoramli oynadek bu. Bemalol o'sha dvorga qarab, maza qilib, bolalaringiz o'ynab yurganini tomosha qilib o'tirsangiz bo'ladi. Bu atrofda xonadonlarni surib ko'rgan bo'lsangiz, yaxshigina qimmat. Hozir qo'yayotgan narximizdan ancha qimmat. Bu srochniga berib yuborilyapti. Eng qizig'i aynan mana shu dvorga qaragan tomonlar qimmatroq yurar ekan, chunki vid zo'r. Endi san o'zingizni ham bir o'zingiz uchun ko'rib olsangiz bo'ladi. Juda ham keng, bo'tam tayyor. Srochniga mana shu Mirabad Avenue-dagi 58-11 kvadratli 2 xonali xonadonni qanchaga? 219 mingga atigi bosib olsangiz bo'ladi. Hammaga nasib qilsa, mana shunaqa lokatsiyalarda yashash. Bilasiz-ku, bu yerda xona odamlar olishmagan uylar. Endi bu yoqqa bitta siz olib borsangiz, bo'ldi. Siz ham xona odam emas bo'lib qolasiz.